Amirat savdoda arzonga Vaz 2106 mashinamiz ko'rishingiz mumkin. 1988-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mashina to'liq asfalt qilingan, lekin orqa oldilari butun ekan. Bemalol ko'rsatib tekshirib olasizlar. To'rtta borlar yaxshi holatda, o'zlaridan minib yurgan mashinalar, ekrani o'zlaridan pramo salon qismini ko'rsataman. Salonlari ham o'rtacha yaxshi holatda, chexollari bor, polipolilari bor. Shuni magnitofon kolonkalari bor, metan gazda uстановка bo'lgan, gazga ruxsatnomalari bor. Mashina kuzovida qiladigan ishlari bor. Kuzovida mayli chaqa-chuqalari bor. O'zini uchun bir qildirib olsani yaxshi holatda keladi mashina. Zadniy o'z korobka, motorlarda hech qanaqa rasxot yo'q ekan. Yurish qismida umuman ayblar yo'q ekan. Aybi faqat kuzovida. Yo'rilgan joylari bor. O'zini uchun bir qator qildirib olsani yaxshi holatda keladi. 1988-yil Vaz 2106 mashinamiz 50 nomerda. Sizlar xohlagan hujjatni qilib berishadi. O'zlari bilan ko'rishib, gaplashib, kelishib olasizlar. Narxini tortishib sizlar bilan mazza qilib minishingiz uchun $900 tushirib qo'ydik. Ekran nomerini qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqib qilishingiz